Odatda qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ushbu hayotiy haqiqat ortiqcha isbot talab etmaydi, chunki turmushda, biznesda, o'zaro munosabatlarda unga duch kelmagan odam kam bo'lsa kerak. Masalan, birgina moliyaviy hamkorlik yoki sheriklikni olaylik. Agar biron bir ishni boshlash uchun bankdan yoxud jismoniy shaxsdan qarz olib, uni biron bir sabab yoki atayin qaytarmasa, qanday moddiy va ma'naviy yuk orttirib olish mumkinligini har bir ongli odam yaxshi tushunadi. Ma'lumki, tijorat tashkilotlari tomonidan aholiga ajratilayotgan kredit va mikroqarzlar ham qaytarish sharti bilan muayyan bir muddatga beriladi. Bu qoida unutilgan yoki unga e'tiborsizlik qilgan paytda moliyaviy xatarlar kelib chiqishi tayin. Biroq ayrim qarz oluvchilar buni esdan chiqaradi yoki beparvolik qiladi. Chunki birlamchi maqsad pulni tezroq olib olish bo'ladi. U yog'iga bir gap bo'lar qabilida ish tutiladi. Gap shundaki, kredit va mikroqarzlarni reklama qilishda va marketing kontentida iste'molchilarning asosiy e'tibori kreditlar qulayligiga qaratilib, qarzdorlik majburiyatlari ikkinchi darajaga o'tib qolyapti. Natijada hozirgi kunda milliardlab so'mlik muammoli kreditlar hosil bo'lgan. Shu kabi holatlarga yechim sifatida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan yangi qonun qabul qilindi. Endilikda reklama to'g'risidagi qonunga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlarga ko'ra aholiga taklif etiladigan katta va kichik kreditlar targ'ibotida zimmaga olingan majburiyatni bajarmaslik, moliyaviy qaltislik yoki muammolarni keltirib chiqarishi haqida ogohlantiruvchi matn joylashtirilishi shart. Xo'sh, mazkur yangilik aholining moliyaviy savodxonligining oshishiga turtki bera oladimi? Yoki kredit munosabatlarini qay darajada tartibga soladi? Mavzuni Izzat Eshboyev davom ettiradi. Reklama to'g'risidagi qonunning 43-moddasiga kiritilgan qo'shimcha nafaqat reklama beruvchilar, balki har bir yurtdoshimizga ham tegishli. Sababi hammamiz kredit va moliya tashkilotlari xizmatlaridan foydalanishni afzal bilamiz. Chunki qulay, tez va oson. Bu tanganing bitta tomoni bo'lsa, uning ikkinchi tomoni esdan chiqmadimi? Ya'ni biz tanlagan kredit mahsuloti yoki mikroqarzni qaytarish majburiyati ham bor. Afsuski, imkoniyatlarimizni yetarli darajada hisobga olmaganimizda o'z-o'zidan moliyaviy risklar kelib chiqadi. Nima qilish kerak? Mijozlar bu haqda oldindan ogohlantirilishi zarur. Endilikda reklama beruvchi, agar siz kredit yoki mikroqarz haqidagi reklamangizni ommaviy axborot vositalari yoki mana bunday katta ekranlarda namoyish qilganingizda ajratilgan vaqtning kamida 10% ogohlantirish haqida bo'lishi shart. Agar mana bunday reklama banneri, plakat yoki billbordlarda joylashtirsangiz, reklama maydonining kamida 10% maydoni moliyaviy risklar haqida majburiy ogohlantiruvchi matndan iborat bo'lishi zarur. Xo'sh, yaqinda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qabul qilingan qonun nima maqsadda ishlab chiqildi? Uning zarurati nimada edi? Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda 2026-yil 1-fevraliga 9,3 million qarz oluvchi mavjud bo'lib, ularning zimmasida 610 trillion so'm miqdoridagi mablag'lar qarz majburiyati mavjud. Endi shulardan 19 milliard so'm miqdoridagi qarz majburiyatlari bu muammoli kreditga aylangan. Qonun kuchga kirganidan so'ng moliyaviy xizmatlarni reklama qiluvchilar reklama to'g'risidagi qonunning ushbu moddasiga amal qilmasa, u holda nima bo'ladi? Reklama to'g'risidagi qonunning 49-moddasida ko'rsatib o'tilganki, o'sha reklamaning buzilishi bo'yicha belgilangan tartibda javobgarlik belgilangan. Agarda moliyaviy xizmatlarni reklama qilish jarayonida ogohlantiruvchi matnlardan foydalanmagan holda, bu O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonunning 47-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorini 70 baravargacha bo'lgan miqdorda moliyaviy jarima solishga sabab bo'ladi. Kredit va mikroqarzlar reklamasida qarz majburiyatini bajarmaslik to'g'risida ogohlantiruvchi iboralar ishlatilishi bo'yicha xalqaro tajriba qanday? Buyuk Britaniya, Irlandiya kabi davlatlarni aynan qonunchilik o'rganilganda, ularning qonunchiligida ham mana shu moliyaviy xizmatlarni ko'rsatishda ogohlantirish berilishi majburiyatiga qo'yilganligini ko'rdik. Jumladan ehtiyot bo'ling, qarz olish sizga qimmatga tushadi kabi ogohlantirish berilishi aynan mana shu normalarda belgilab qo'yilganligini ko'rdik. Mutaxassislar fikricha, qonun moliyaviy xizmatlar reklamasini yanada tartibga solish, aholining kredit bilan bog'liq xatarlar haqidagi xabardorligini oshirish, mas'uliyatli qarz olish madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Reklama to'g'risidagi qonunga kiritilgan yana bir qo'shimcha va o'zgartirish u tadbirkorlar va aholining sug'urta bozoriga bo'lgan ishonchini oshirishga hamda sug'urta xizmatlarini keng ommalashtirishga qaratilgan. Ushbu qonun ham yaqinda parlament quyi palatasi tomonidan qabul qilindi. Shunday qilib, reklama to'g'risidagi qonunda sug'urta savodxonligini oshirishga qaratilgan axborotni ijtimoiy axborot etib belgilash nazarda tutilgan. Vakolatli davlat organlari ijtimoiy axborotning reklama beruvchilari sifatida belgilangan. Reklama to'g'risidagi qonunda reklama bor va ijtimoiy axborot bor. Reklama bu bevosita o'sha foyda daromad olishga qaratilgan maxsus axborot bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy axborot bu ijtimoiy afzalliklardan kelib chiqib aholini mana shu ma'lumotlarga ega bo'lishga imkoniyat yaratish, ya'ni bu bepul amalga oshiriladigan axborot. Sug'urta kompaniyalari o'z faoliyatini reklama qilganda albatta o'zini afzalliklarini ko'rsatadi. Ya'ni o'sha reklamasida sug'urta shartlari yoki
tomonlarning harakatlari yoki tovon pulini olish tartibi haqida ko'pincha ma'lumot berilmaydi. Bu esa o'z-o'zidan o'sha sug'urtalanuvchilar tomonidan ayrim muammolarga duch kelishiga olib keladi. Birgina 2025-yilning o'zida 3000 dan ortiq shunday murojaatlar bo'lgan. Ularning 1600 dan oshiqrog'i qanoatlantirib 23 milliard so'mdan ortiq tovon pulini to'lab berishga erishilgan. Bunday muammolarning kelgusida bo'lmasligini oldini olish maqsadida qonun qabul qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan qonun endilikda Senat tomonidan ma'qullanishi kerak. Xullas, moliyaviy xizmatlar reklamasi qanchalik o'ziga chorlovchi va jozibador bo'lmasin, 7 marta emas, 70 marta o'ylab, undan so'ng qaror qabul qilishga to'g'ri keladi. Xulosa o'zingizdan.